Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shko'pir xalqi. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun biz yana Qo'shko'pir tuman markaziy ko'chasindamiz. Ne? Tuman pochtani yani şu hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga murojaatim bor edi. Shu Qo'shko'pir tuman markaziy ko'chasini ko'pdan buyana shu tartibga solish to'g'risida murojaat qilib kelgan edim. Shu yuzasidan yana qayta chiqishga majbur bo'lyapmiz. Aholi qiyin ahvolda qolyatir. Ko'chada mashinalar, yo'nalishli, yo'nalishsiz taksilar, ko'chadan o'tgan mashinalar hammasi duch kelgan joyga qo'yib, aholi uchun noqulay vaziyat yuzaga kelib turibdi. Shuning uchun Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, Qo'shko'pir tumanini ozgina e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Yo'llar tirband bo'lib, qiyin ahvolda qoldik. Bu borada tuman mutasaddilarına ko'pgina marta murojaat qilishimizga qaramasdan hech qanday natija bo'lmadi. Shu yuzasidan bugun qayta murojaat qilishga majburman. Yo'l chetida avtobuslar turadigan turargohda xususiy mashinalar ham kelib to'xtab turibdi. Ayrim hollarda avtobuslar chiqish uchun yo'lning o'rtasına kelib qolib turibdi aholi. Yo'llar tirband. Asosiy xalqning noroziligi ikki yo'lning atrofida ikki qatordan yoq paytlarda mashinalar yig'ilib qolib turibdi. Yana isboti. Düşkən joyda qo'yilgan, belgilenmegen joylarda mashinalar to'xtab, yo'lovchi tushirib, yo'lovchi olib o'tib qaytishga umuman sharoiti yo'q. Qo'shko'pir tumanında şu yo'nalishli taksilar uchun avtoturargoh yo'q. Duch kelgan joyda to'xtab turibdi.